Voy, o'rtoq, qalaysan? Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshimisan? Voy, o'rtoq, buncha zo'r mashinang. Senga shunaqa havasim keladi. Ilohim menga ham yuqsin. Voy. Havasing kelmasin. Nimaga havasim kelmas ekan? Qo'lingda iPhone 16 bo'lsa, tegingda BYD, kiyimlaring Brandy bo'lsa, havasim keladi-da, qara zo'rligini. Voy. Bilasanmi? Ha? Bu narsalar menga qanchaga tushgan? Men otam tengi odamni ma'shuqasiman. Любовница. Nima? Yo'q. Qorni katta bitta kalni ko'ngliga qarashga majburman. Otam to'yimni kutib o'lib ketdi. Onam bo'lsa ko'zim ochiqligida baxtingni topgin deydi. Lekin men onam aytgan baxtni topa olmayman. Nega? Mumkin emas. Shahar markazidagi 4 xonali kvartirada ko'ngli tusaganda kelib ketadigan qari shahzodamni kutib yashayman. Eng achinarlisi bilasanmi nima? Nima? Bu hashamatni ayanchli badali bor. Badal? Qanaqa badal? Men ona bo'la olmayman. Mumkin emas. Nega? Shahzodamning xohishi bu. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Men kelib qoldim, gulim. Xo'p, kutyapman. Bo'pti. Ey, Malika. Menga o'xshaganlarga havas qilma. Aksincha, shu holatimda ham men senga havas qilaman. Sen sevgilingni chiroyli gulisan. Men esa kimnidir chiroyli quliman. Mayli o'rtoq, xo'jayinim keldilar. Sog' bo'l. Rahmat. Qizning taqdiridan qiziqlar sayyoh